O'zbek tilida bitta z harfi bor, lekin arab tilida esa 4 xil z harflari mavjud. Misol uchun za harfi, zal harfi, zo harfi hamda dod harflari bor. Bu harflarning alohida mahrajlari bilan chiqarmasak, yana ma'no buzilishiga olib keladi. Misol uchun za harfiga misol: zalla. Zalla so'zining ma'nosi xato qilib qo'ymoq, toyilib ketmoq ma'nolarni bildiradi. Misoliga: zallal inson, inson xato qilib qo'ydi. Ikkinchi misol zal harfiga oid. Zalla. Demak, zalla so'ziga misol keltiramiz. Zallal adu. Zalla so'zining ma'nosi esa bu yerda xor bo'lmoq, tahqirlanmoq. Demak, zallal adu bo'lsa, dushman xor bo'ldi ma'nosida keladi. Uchinchisi zolla. Zolla so'zining ma'nosi davom etmoq yoki gapning davomiyligini bildiradi. Misol uchun zolla ya'malu. U ishlashda davom etdi. Oxirgi misol bolla. Bolla bu adashmoq, yo'ldan ozmoq ma'nolarni bildiradi. Misol uchun bollat tariq, yo'ldan adashdi.